Transfer bozorida super yangilik. Rasman Trent Real futbolchisiga aylandi. Ana xolos, An-Nasr Ronaldu bilan shartnomani uzaytirib, uni Al-Hilolga ijaraga berishi mumkin. Kutilmagan yangilik. Barselona Ter Shtegenni sotishga tayyor. Liverpool Florian Wirtz uchun rekord summa taklif qildi. Abduqodir Husanovning Manchester City safida o'yinga tushmasligining asl sababi ma'lum bo'ldi. Va boshqa super yangiliklar sizni kutmoqda. Do'stlar, iltimos, navbatdagi videoroligimiz chiqishi uchun bugun 1000 ta like yig'ishda bizga o'z yordamingizni berib yuboring. Like bosgan har bir tomoshabinga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Endi esa yaxshilab joylashib oling, biz esa boshladik. Abduqodir Husanovning Manchester City safida o'yinga tushmasligining asl sababi ma'lum bo'ldi. Yevropa manbalariga ko'ra, Manchester City va Fransiyaning Lens klubi o'rtasidagi transfer shartnomasida maxsus band mavjud. Bu bandga ko'ra, agar Husanov joriy mavsumda Manchester City safida 10 ta rasmiy o'yinda maydonga tushsa, ingliz klubi Lensga qo'shimcha 5 million yevro miqdorida bonus to'lashi lozim bo'ladi. Shu bois moliyaviy majburiyatdan qochish maqsadida Manchester City rahbariyati Husanovni ataylab faqat 9 ta o'yinda maydonga tushirib, 10-o'yinni o'tkazmaslikka qaror qilgan. Buning bilan Manchester City 5 million yevroni tejab qolishni maqsad qilgan. Umid qilamizki, yangi mavsumda Husanov har bir o'yinda maydonga tushadi. Bruno Fernandeshning Al-Hilolga o'tishi bo'yicha tafsilotlar ma'lum bo'ldi. Manchester United yarim himoyachisi Bruno Fernandesh Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tish imkoniyatini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Jurnalist Ben Jacobsning ijtimoiy tarmoqlarida xabar berishicha, portugaliyalik futbolchining agenti Miguel Pinho hafta boshida Ar-Riyodga yetib borib, u yerda Al-Hilol vakili, jumladan klub prezidenti Fahid bin Nafal bilan muzokaralar o'tkazgan va tomonlar muayyan ilgarilashga erishgani ma'lum qilingan. Al-Hilol klublari o'rtasidagi jahon chempionati boshlanishidan avval transferlarni yakunlashni maqsad qilgan. Shu bois klub Fernandeshdan payshanbagacha javob berishni so'ragan. So'nggi 48 soat ichida futbolchining roziligini olish uchun faol harakatlar amalga oshirilmoqda. Al-Hilol vakillari Bruno hali ham ularning taklifini rad etmaganini ta'kidlashmoqda. Ammo Manchester Unitedning pozitsiyasi qattiq. Klub o'z sardorini qo'yib yuborishni istamaydi. Mazkur transfer taqdiri yaqin kunlarda hal bo'lishi kutilmoqda. Kanalimizning yangi homiysi esa sport o'yinlari uchun eng yuqori keyflarni va hamda maxsus bo'z promokodi bilan naqd 3 million so'm salomlashish bonusini taqdim etmoqda. Omad havolasi yoki bo'lsa kommentariyada biriktirilgan. Florian Wirtzning transferi uchun yangi 133 million yevroni taklif qildi. Liverpool Florian Wirtz uchun 133 million yevro taklif bilan chiqdi. Bu haqda Bild xabar bermoqda. Ushbu manba bergan xabarga ko'ra, inglizlar futbolchi transferi uchun 117 million yevro taklif bergan. Shuningdek, 12 million funt bonus sifatida qo'shilgan. Natijada umumiy summa narxi 133 million yevroni tashkil etmoqda. Qayd etilishicha, Bayern 21 yoshli yarim himoyachi transferi uchun 150 million yevro so'ramoqda. Manchester 135 million yevro Real va Germaniya o'ynadi. Savdolashish davom etmoqda. Ammo Portugaliya bilan farq katta emas va yaqin vaqt ichida kelishuvga erishilishi mumkinligi aytilmoqda. Avvalroq germaniyalik futbolchi nima sababdan Manchester City taklifini rad etgani ma'lum bo'lgandi. Ikki Uganda Ronaldo gol urdi. Ana xolos, An-Nasr Ronaldu bilan shartnomani uzaytirib, uni Al-Hilolga ijaraga berishi mumkin. Al-Hilol klublari o'rtasidagi jahon chempionati oldidan Cristiano Ronalduni ijaraga olishi mumkin. An-Nasr sport direktori Fernando Hierro bugun klub portugaliyalik hujumchi bilan shartnomani uzaytirish masalasini muhokama qilayotganini aytdi. CBS Sport nashri xabariga ko'ra, An-Nasr futbolchi bilan yangi shartnoma imzolashi va yozda Al-Hilolga ijaraga berishi mumkin. Saudiya Arabistoni suveren jamg'armasi Ronalduning klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etuvchi boshqa mamlakat klubiga o'tishini istamaydi. Agar Barsa Garcia'ni sotib olsa, Laporta Ter Shtegenni sotishga tayyor.
Rakiblar xabariga ko'ra, Joan Laporta Espanyol darvozaboni Joan Garcia klub taklifini qabul qilishiga umid qilmoqda. Barselona prezidenti direktorlar kengashi a'zolariga agar shunday bo'ladigan bo'lsa, klub shartnomasi 2028-yilgacha amal qiladigan Marc-Andre ter Shtegenni sotish niyatida ekanligini aytgan. Qayd etilishicha, Laporta bu haqda birinchi marta baland ovozda gapirgan. Klub endi nemisni almashtirib bo'lmas deb hisoblamaydi. Barselona darvozabon o'rnini mustahkamlamoqchi va Garsiani sotib olgandan so'ng darhol asosiy darvozabonga aylantirishga tayyor. Rejaga ko'ra, Wojciech Szczesnydan ikkinchi raqam rolida foydalaniladi va u shartnomani uzaytirish taklifiga ega. Transfer bozorida super yangilik. Rasman Trent Real futbolchisiga aylandi. Trent Alexander-Arnold Liverpooldan Realga o'tdi. 26 yoshli himoyachi Real bilan 6 mavsumga 2031-yilning 30-iyuniga qadar shartnoma imzoladi. Trent o'zi tarbiyalangan Liverpoolni erkin agent sifatida tark etdi. Biroq qizillar futbolchining Los Blancos bilan klublar o'rtasidagi jahon chempionatidagi o'yini uchun tovon olishlarini e'lon qilishdi. Iyun oyida Alexander-Arnold AQShda bo'lib o'tadigan turnirda Real Madrid safida debyut qiladi. Real Madrid muxlislarini yana bir bomba transfer bilan tabriklab qolaman. Bugungi yangiliklar bo'yicha o'z fikringizni albatta izohga yozib qoldiring. Portugaliya bilan Germaniya o'ynadi. Super Bowl. Portugaliya bitta gol urdi. Omon bo'ling. Ronaldo bitta gol urdi. Xavi Alonso Realga o'tdi. Luka Modric va Ancelotti ketdi.